Sharqiy Turkistondagi Millatlar Ittifoqligi safsatisining haqiqiy mohiyati. Qalamda izbosar. Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistonda yurgizgan siyosatlari ichida Millatlar Ittifoqligi degan shuar uzun yillardan beri markaziy tashviqot nuqtasi sifatida ishlatilib kelmoqda. Biroq bu ittifoqlik safsatisining orqasidagi haqiqat Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan majburiy siyosatlarini yoshirish va ularning milliy kimligini yo'qotish maqsadida yurgizilgan bir qator tajovuzchiliklardan derak berdi. Xitoyning atalmış Millatlar Ittifoqligining maqsadi haqida to'xtalgan Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi: Xitoy Kommunist partiyasi Millatlar Ittifoqligi degan ideyani 1949-yildan boshlab Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin tashviq qilishga boshladi. Bu shuar yuzaki Xitoydagi har xil millatlarning birlikda inoq yashashini ilgari surdigandek ko'rinsimi, amaliyotda Xitoy hokimiyatining markazlik kontrolligini kuchaytirish, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni Xitoycha madaniyatga assimilyatsiya qilish siyosatining bir qismi bo'lib qoldi. Sharqiy Turkistonda bu siyosat Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning til, din, madaniyat va kimliklarini bostirishni maqsad qilgan bir yurish zulmlar shaklida amaliylashdi. Majburiy assimilyatsiya va yolg'on tashviqot bo'lsa, Xitoyning o'zgarmas siyosatidir. Millatlar Ittifoqligi degan atalg'u Xitoy hokimiyatining tashviqot mashinasi tarafidan keng ko'lamda ishlatiladi. Bu tashviqot Xitoy xalqi, ya'ni Xan bilan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning bir oila kishilaridek birlashib, Xitoy davlatining gullanishi uchun birlikda ishlayotganligini ta'kidlaydi. Lekin bu tashviqotning orqasida Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan zo'ravonlik, irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak ham madaniyat qirg'inchiligi mavjud. Masalan, Xitoy hokimiyati 2017-yildan boshlab Sharqiy Turkistonda jazo lagerlarini barpo qilib, 100 minglagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qildi va qiyin qistoqqa oldi ham o'ltirdi. Bu jazo lagerlarida bu tutqunlar Xitoy tilini majburiy o'rganishga, kommunist ideologiyasini qabul qilishga va issiq jini ham o'z dini, urf-odati qadimdan tortib izchil davomlashib kelayotgan madaniyat aqidalaridan voz kechishga majburlandi. Xitoy hokimiyati bu jazo lagerlarini kasbiy tarbiya markazlari deb atab, ularni atalmış Millatlar Ittifoqligini kuchaytiradigan tadbirlar sifatida ko'rsatdi. Biroq xalqaroliq tekshirishlar va qadrdon jazo lageri shohidlari Xitoyning bu jazo lagerlaridagi til bilan tasvirligisiz echinishlik inson haqlari dafsandichiliklarini oshkorladi. Til va madaniyatga qarshi hujum. Millatlar Ittifoqligi shuari ostida Xitoy hokimiyati Uyg'ur tili va madaniyatini yo'qotishga urindi. Maktablarda Uyg'ur tilida tarbiya berish cheklandi. Xitoy tili majburiy til sifatida tengildi. Uyg'urlarning necha ming yillik tarixiy qurilishlari va masjidlar vayron qilindi. Diniy murosimlar cheklandi. Hatto Uyg'urlarning kiyim-kechak va an'anaviy odatlarga rahimsizlarcha chek qo'yildi. Bu topdan chiqqan iflos siyosatlar Uyg'ur xalqining kimligini yo'qotib, ularni Xitoy madaniyatiga to'liq singdirishni maqsad qildi. Buning ittifoqlik degan nom bilan elib berilishi Xitoy hokimiyatining bu safsati orqali o'z tajovuzchiliklarini yo'shirishga uringanligini ko'rsatdi. Xalqaroliq jamiyatning inkosi, ya'ni dunyodagi nopozliq siyosiy organlar va siyosiy tashkilotlar Sharqiy Turkistondagi vaziyatni irqiy qirg'inchilik deb atadi. 2022-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Inson haqlari komiteti Sharqiy Turkistondagi dafsandichiliklarni tekshirgan doklad e'lon qilib, Xitoyning bu siyosatlarini qattiq tanqid qildi. Biroq Xitoy hokimiyati bu tanqidlarni rad qilib, Millatlar Ittifoqligini ilgari surish orqali o'z siyosatlarini oqladi. Xitoy hokimiyatining atalmış Millatlar Ittifoqligi shuari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik
va madaniyat qirg'inchiligini yoshirish uchun ishlatilgan bir safsata. Bu siyosat yuzaki ittifoqlik va gullanishni tashviq qilganda ko'rinsimi, amaliyotda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kimligini yo'qotish va Xitoy hokimiyatining markazlik kontrolligini kuchaytirishni maqsad qiladi. Sharqiy Turkistondagi haqiqat xalqaro jamiyatning diqqatini tortishi va bu zulmga qarshi texmi kuchli harakat qo'llanishi kerak. Atalmış Milletler İttifaqlığı degan yolg'on şuar orqali Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi tajovuzchilikları parda orqasida davomlashyapti. Xitoyning bu aldamchilik siyosatini Sharqiy Turkiston xalqi mangu qabul qilmaydi.